hozir demak Nizomxonga beramiz. Nizomxon ana endi mardi maydon deydi. Ustozni hurmat qilganingiz yaxshi. Haligi yoshlarga hurmat, san'atlarga hurmat ko'rsatganingiz yaxshi. Lekin bu mardi maydon. Mikrofonni qo'lingizga olasizda, qani bir jonli bir bosib bering bir gazini. Qaysi ashuladan boshlaymiz? Qani, nima ashula aytasiz? Mikrofonni qo'lingizga oling. Bir 2000 Aytib, gapiring. 2022-yil bitta qo'shiq aytgan edim. Bu qo'shiqdan ozginasini internetlarga joylagan edik. Hech bu qo'shiqni xuddi hayolimda hech kim eshitmaydiganga o'xshagan edi, lekin hozir yaqinda mashhur bo'lib ketdi. Onalar haqida aytilgan. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, hayotlik chog'ida yetgan qadriga degan. Ketdik. Marhamat. O'sha qo'shiqni premyera qilib aytib beramiz. Marhamat. Ozginasini aytgan xolos. Marhamat. Pastga tushib oling. Orzular cho'qqisi yuksak nihoyat, intilib yashamoq sharafli g'oyat. Yodingdan chiqarma qadim rivoyat, yodingdan chiqarma qadim rivoyat. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Tabarruk mo'tabar bu onai zot, kelmasang tuz totmas kutar intizor. Seni deb tunlarin o'tkazar bedor, seni deb tunlarin o'tkazar bedor. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. O'g'loni yiroqda, Rossiyada, Qozog'istonda. O'g'loni yiroqda, boylik, bozorlik, onani tugatdi mehrga zorlik. Ne foyda o'rnatding marmar yodgorlik. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Orzular cho'qqisi yuksak nihoyat, intilib yashamoq sharafli g'oyat. Yodingdan chiqarma qadim rivoyat, yodingdan chiqarma qadim rivoyat. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Yashang hofiz, yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ustoz, yuragi bor yigit ekan-a. Odam qaltiratib yubordingiz yuragidan. Xalq haligi nima deydi? Odam ko'ziga yosh keladigan chiroyli so'zlarni aytib, yaxshi mavzu endi onani qadriga yetgan yaxshida. Albatta, yaxshi mavzu tanlanibdi. Ustoz, Nizomxon ko'z tegmasin. Xo'p, Nizomxonni ko'p gapirtirmaymiz, ter bosib ketyapti, aytib olar. Ustoz sizga